Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Yo'ldurkuz bu kanali. Bugun sizlar bilan telefon uchun mo'ljallangan top 5 Minecraft modlari haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasam biz ketdik. Birinchi modimizning nomi bu qurol modi, ya'ni u bizga Minecraft uchun har xil qurollar beradi. O'zingiz ko'rib turishingiz mumkin. Animatsiyalari ham juda ham chiroyli va ajoyib. Bu biz mod bilan har xil qurollar, AK-47 va pichoqlarni olishimiz mumkin. Sizlarga ham tavsiya beraman bu modni o'rnatib ko'rishingizni. Ikkinchi modimizning nomi bu Minecraft Mutants deb nomlanadi. Bu mod bilan siz har xil challenge'lar qilishingiz mumkin. Agar siz YouTuber bo'lsangiz, o'z kanalingizni rivojlantirish uchun shu modlardan foydalanishingiz mumkin. Chunki bu har bitta odamga qiziqda. Shuning uchun sizga ham tavsiya beramanki, bu Minecraft Mutants modini o'rnatishni. Uchinchi modimizning nomi bu Verity modi. Verity modini horrorga qiziqadiganlar tortib olishi mumkin. Boshida bu sizga do'stona va qiziqarliday tuyuladi va 3 kundan keyin nimadir sodir bo'ladi deydi va 3 kundan keyin u maxluqqa aylanadi. Sizga ham bu modni albatta tavsiya qilaman. Mana 4-chi va eng oxirgi va eng zo'r Minecraft modimizga yetib keldik. Bu Minecraft modining nomi Action and Stuff. Bu mod bilan siz Minecraftda zerikkan bo'lsangiz, har xil animatsiyalar qo'shishingiz mumkin. Bu mod juda ham chiroyli animatsiyalar qo'shib beradi. Sizga ham bu modni tavsiya qilaman. Do'stlar, agarda sizga bu video yoqqan bo'lsa, kommentga o'z fikringizni yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Yo'ldurkuz kanali bo'ldi. Xayr.